Yangilik. Zelenskiy qurol eksportini ochadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yaqinda qurol eksporti bilan bog'liq muhim qaror qabul qilgani ma'lum bo'ldi. U bayonotida Ukraina armiyasiga yetarli qurollar ta'minlangach, qolgan zaxira qurollarni ortiqcha ehtiyojga ega bo'lmagan holatlardan eksport qilish rejalashtirilmoqda. Zelenskiyning ma'lum qilishicha, Ukraina eksportiga ochiladigan qurollar faqat armiyaga kerakligi qoplanib, so'ng ortiqcha bo'lgan arsenaldan tanlanadi. Eksportni boshqarilgan menejed shaklda amalga oshiriladi, ya'ni qaysi davlatlarga, qaysi turdagi qurollar va qancha miqdorda berilishi qat'iy nazorat ostida bo'ladi. Eksport uchun bir nechta yo'nalish tanlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa davlatlari, ya'ni ishonchli hamkorlar. Maqsad: armiya ehtiyojlarini to'liq qondirish, o'z ishlab chiqarish quvvatini oshirish va eksportdan tushgan mablag'ni front liniyasi va mudofaa ehtiyojlariga yo'naltirish. E'tiborli jihatlar va xavf. Qurol eksporti ochilishi kuchli xalqaro reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Ayniqsa, Rossiya tarafidan salbiy baholanishi ehtimoli yuqori. Eksport qilinayotgan qurollarning nazorati ham muhim. Kimga, qayerga yuborilishi, ularning ishlatilishi va tarqalishi bo'yicha muammolar bo'lishi mumkin. Eksport jarayonida korrupsiya, arzonligi yoki huquqiy cheklovlarning buzilishi kabi salbiy holatlar ham yuzaga kelishi ehtimoli mavjud. Qachon va qanday boshlanadi? Zelenskiy aytganidek, Ukraina yaqin 2 haftada boshqariladigan eksport strategiyasini rasmiylashtiradi. Shuningdek, eksport platformalari tashkil etiladi. AQSh, Yevropa va boshqa ishonchli davlatlar bilan. Eng so'nggi yangiliklardan birinchi bo'lib xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying.